Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning yaqinlari. Bugun men sizlarga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, kechiktirib bo'lmaydigan masalani tushuntirib beraman. Bu xabar har bir pensionerga. Pensiya olayotgan oilaga nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan fuqarolarga bevosita aloqador. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta yangilanmagan hujjat yoki bank kartasi bilan bog'liq kichik muammo sababli pensiya vaqtida tushmasligi, qayta hisob-kitob kechikishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa qaysi holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish shart, qaysi holatlarda xavotirga o'rin yo'q. Qaysi xatolar pensionerga zarar keltirishi mumkinligini alohida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday xabarlar birinchi navbatda siz va yaqinlaringizning puli, huquqi va tinchlik uchun kerak. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya masalasida faqat bitta narsani bilardi. Har oy belgilangan sanada pul tushadi yoki pochtachi olib keladi. Agar pul kechiksa, odam mahalla, pochta yoki banka borib so'rardi. Ko'p holatda hujjatlar qog'oz shaklida yuritilgan, ma'lumotlar turli tashkilotlarda alohida saqlangan, fuqaro ish staji, ish haqi, yashash manzili yoki oilaviy holati bo'yicha ma'lumotni o'zi ko'tarib yurishga majbur bo'lgan. Hozir esa tizim ancha o'zgardi. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, FSHDYO, kadastr, bandlik va boshqa idoralar o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu yaxshi tomoni bilan pensionerga qulaylik yaratadi. Ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Ayrim hujjatlarni qayta olib borish shart bo'lmaydi. Pensiya hisob-kitobi tezlashadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, masalan, ism familiyada bitta harf farq qilsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki fuqaroning ish bilan bandligi bo'yicha ma'lumot noto'g'ri ko'rinsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Men pensionerlar eng ko'p duch keladigan muammoni shunday tushuntiraman. Pensiya endi faqat pul tushdimi yoki tushmadimi degan masala emas. Bu ma'lumotlarning to'g'ri yuritilishi, hujjatlarning yangiligi. Bank hisob varag'ining faol bo'lishi, fuqaroning maqomi va pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida murojaat qilishi bilan bog'liq jarayon. Shuning uchun har bir pensioner va uning farzandlari bu tartiblarni bilishi kerak. Birinchi muhim o'zgarish shuki, pensiya to'lovlari tobora ko'proq bank kartalari orqali amalga oshirilmoqda. Bu qulay. Pensioner istagan paytda bankomatdan yechadi, do'konda to'laydi. Farzandlari kartaga yordam beradi. SMS orqali tushumni ko'radi. Ammo karta muddati tugasa, karta bloklansa, bankdagi hisob raqam yopilsa yoki pensioner yangi pasport olgan bo'lsa-yu, bankdagi ma'lumot yangilanmasa, pul o'tkazmasi ushlanib qolishi mumkin. Masalan, oltin taksi yoshli holida opa har oy 1 million 4 ming so'm pensiya oladi. U kishi kartasining muddati iyun oyida tugaganini bilmaydi. Chunki kartaning old tomonidagi sanamayda yozilgan. Iyul oyida pensiya jamg'armasi pulni o'tkazadi. Lekin bank hisobida texnik muammo chiqadi. Holda opa pensiyam berilmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya tayinlanishida emas, bank kartasida. Bunday holatda odam pensiya jamg'armasini ayblab o'tirmasdan, avval bankka borib karta holatini tekshirtirishi, yangi karta ochishi va hisob raqami to'g'riligini tasdiqlashi kerak. Ikkinchi o'zgarish shuki, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari elektron tizimda tekshiriladi. Pasport almashtirilganda, familiya o'zgarganda, yashash manzili boshqa hududga ko'chganda yoki fuqaro vaqtincha chet elga chiqqanda bu ma'lumotlar to'lov jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Albatta, har bir ko'chish pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ma'lumotlar mos kelmasa tizim aniqlashtirish so'raydi. Uchinchi o'zgarish ish staji va ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarda ko'rinadi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron arxivlardan olinadi. Lekin eski yillardagi ish staji, ayniqsa 1990 yillar va undan oldingi davrlar bo'yicha hujjatlar ba'zida to'liq chiqmaydi. Bir odam 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin tizimda 20 yil ko'rinsa pensiya miqdori kamroq hisoblanadi. Bu yerda pensioner jim turmasligi kerak. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joydan bergan tasdiq, buyruq nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma orqali qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Men birinchi navbatda pensiyasini yaqinda
rasmiylashtirgan fuqarolarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Chunki yangi tayinlangan pensiyada ish staji, o'rtacha ish haqi, imtiyozli davralar, harbiy xizmat, bola parvarishi, zararli mehnat sharoiti kabi masalalar noto'g'ri yoki to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar fuqaro birinchi pensiyasini oldi va miqdor men kutgandan ancha kam desa, bu holatni tekshirtirish kerak. Misol uchun erkak kishi 6 yoshga to'lib pensiyaga chiqdi. U 1995 yildan 2024 yilgacha turli korxonalarda ishlagan. Tizimda oxirgi yillardagi ma'lumotlar yaxshi ko'rinadi. Lekin 1995-1993 yillardagi zavoddagi ish staji arxivdan chiqmagan. Natijada 8 yil hisobga olinmay qolishi mumkin. Agar odam shunaqa ekan deb qo'l siltasa, har oy 200 ming yoki 300 ming so'm kam pensiya olishi ehtimoli bor. Bir yilga hisoblasak, bu 2 million 400 ming so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha farq qiladi. 5 yil davomida esa bu katta pulga aylanadi. Ikkinchi guruh. Ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham maktabda, shifoxonada, korxonada, do'konda yoki xizmat ko'rsatish sohasida ishlashda davom etadi. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi bo'yicha tartiblar, ushlab qolishlar, qayta hisoblash yoki ma'lumot almashinuv masalalari bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ish joyingiz rasmiy bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumot tizimga tushadi. Agar ish beruvchi sizni noto'g'ri rasmiylashtirsa yoki ishdan chiqqaningizni vaqtida ko'rsatmasa, pensiya jamg'armasida siz hali ham ishlayotgandek ko'rinishingiz mumkin. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar hujjatda muddat bo'lsa va fuqaro o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Ba'zi odamlar oldin berilgan, yana avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Lekin hamma holatda ham avtomatik davom etavermaydi. Ayniqsa muddatli nogironlik belgilangan bo'lsa, sanani oldindan bilish kerak. 4-guruh, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, voyaga yetmagan farzandlar, kunduzgi bo'limda o'qiyotgan talabalar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari. Bu yerda yosh chegarasi, o'qish shakli, talabaning o'qishdan chetlatilishi, akademik ta'til, turmush qurish yoki boshqa maqom o'zgarishlari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar bola maktabni bitirib kollej yoki oliygohga kirgan bo'lsa, o'qish to'g'risidagi ma'lumotni o'z vaqtida taqdim etish kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasportingiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizda nogironlik bo'yicha muddatli qayta ko'rik masalasi bo'lmasa, vahimaga tushish kerak emas. Bunday holatda sizning asosiy vazifangiz ma'lumotlarni kuzatib borish, SMS xabarnomalarini tekshirish, karta muddati tugashidan oldin bankka murojaat qilish va shaxsiy hujjatlarni tartibda saqlash. Agar bir oy pensiya odatdagidan 1-2 kun kechiksa ham darhol pensiyam bekor qilindi deb o'ylash to'g'ri emas. Ba'zan banklararo o'tkazmalar, dam olish kunlari, bayram kunlari, texnik yangilanishlar sababli kechikish bo'lishi mumkin. Lekin kechikish bir necha ish kundan oshsa yoki bank ham pensiya jamg'armasi ham aniq sabab aytmasa, yozma murojaat qilish kerak. Og'zaki so'rab yurish ko'p vaqtni oladi. Yozma murojaat esa rasmiy javob olishga yordam beradi. Birinchi misol, pasport almashtirish. Abdulla aka 70 yoshda. U yangi ID karta oldi, lekin bankka borib ma'lumotini yangilamadi. Pensiya odatda 10 sanada tushardi. Bu safar tushmadi. U pensiya jamg'armasiga bordi. U yerda to'lov yuborilgani aytildi. Bankda esa shaxsiy ma'lumot mos kelmayotgani aniqlandi. Muammo bir kunda hal bo'ldi. Bankda ID karta ma'lumoti yangilandi, karta qayta faollashtirildi. Xulosa shuki, pasport yoki ID karta o'zgarsa, bankdagi va kerak bo'lsa pensiya jamg'armasidagi ma'lumotni tekshirtirish lozim. Ikkinchi misol, ish staji to'liq kiritilmagan. Mahbuba opa 33 yil tibbiyot sohasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga 20 million 800 ming so'm tayinlangan. U o'z hisob kitobiga ko'ra ko'proq bo'lishi kerak deb o'ylagan. Mehnat daftarchasini tekshirtirganda 1992-1992 yillardagi ish joyi nomi arxivda boshqacha yozilgani sababli ayrim davlat tizimida tan olinmagani ma'lum bo'lgan. Arxivdan tasdiq olingach, pensiya qayta hisoblangan va miqdor oshgan. Bu misolda eng muhim narsa fuqaro savol bergani va hujjat yig'ishdan erinmagani. Uchinchi misol, nogironlik guruhi muddati.
Sardor ismli fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha to'lov olgan. Xulosada qayta ko'rik sanasi ko'rsatilgan, lekin u sanani o'tkazib yuborgan. Keyingi oy to'lov to'xtagan. Keyin qayta ko'rikdan o'tdi. Hujjat tiklandi. Lekin vaqt yo'qotildi. Bunday holatda men har doim maslahat beraman. Hujjatdagi muddatlarni telefoningiz kalendariga yozing. Farzandlaringizga ayting. Bir oy oldin tayyorgarlik ko'ring. 4-misol firibgarlik. Ba'zi pensionerlarga telefon qilib, pensiya jamg'armasidanmiz, sizga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangiz raqamini va SMS kodini ayting deyishadi. Men buni qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini, karta pin kodini, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank kodini sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu firibgarlik belgisi. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga buni alohida tushuntirishi shart. Birinchi nozik jihat, pensiya miqdori har doim bir xil qoladi deb o'ylamaslik kerak. Qonunchilikdagi indeksatsiya eng kam miqdorlar, ustamalar, qayta hisoblashlar sababli pensiya oshishi mumkin. Shu bilan birga ayrim holatlarda noto'g'ri to'langan summa aniqlansa, ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Masalan, fuqaro biror maqomni o'zgartirgan, lekin bu haqda vaqtida xabar bermagan bo'lsa, keyin tizim buni aniqlaydi. Shuning uchun tizim bilmaydi degan fikr bilan yurish xavfli. Elektron bazalar tobora bog'lanib bormoqda. Ikkinchi nozik jihat, boshqa hududga ko'chish. Pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chsa yoki aksincha pensiya avtomatik ravishda o'z-o'zidan ideal davom etadi deb o'ylamasligi kerak. Manzil o'zgarishi, ro'yxatdan o'tish, bank filiali, to'lov shakli bo'yicha aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner doimiy yashash joyini o'zgartirsa, pensiya jamg'armasining yangi hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishi to'g'ri yuritilayotganini tekshirtirgani ma'qul. Uchinchi nozik jihat, chet elga chiqish. Ba'zi pensionerlar farzandining oldiga bir necha oyga ketadi. Bu holatda qaysi muddatga ketayotgani, doimiy yashash uchunmi yoki vaqtinchalikmi, bank kartasi ishlaydimi, ishonchnoma kerakmi, to'lovni kim oladi? Bularning hammasi oldindan o'ylanishi kerak. Agar pensioner naqd pul shaklida olayotgan bo'lsa va o'zi uyda bo'lmasa, muammo chiqishi mumkin. Bank kartasi orqali olayotgan bo'lsa ham, karta muddati, telefon raqam, SMS tasdiq masalalari ahamiyatli. 4-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim keksalar kasalligi sababli banka yoki pochtaga bora olmaydi. Bunday holatda yaqin qarindoshiga qonuniy tartibda ishonchnoma beriladi. Lekin ishonchnoma muddati undagi vakolatlar, notarial tasdiq va bank talablari to'g'ri bo'lishi kerak. O'g'lim borib olsa bo'ladi degan oddiy gap yetarli emas. Rasmiy hujjat bo'lmasa pul berilmaydi yoki keyin nizoli vaziyat yuzaga keladi. 5-nozik jihat. Familiya va ism yozilishi. O'zbekcha lotin, kiril ruscha transliteratsiya, eski pasportdagi yozuv va yangi ID kartadagi yozuv ba'zan farq qiladi. Masalan, G'aniyev bir joyda Ganiyev, boshqa joyda Ganiyev bo'lib ko'rinishi mumkin. Bitta harf kichik ko'rinsa ham, elektron tizim uchun bu boshqa shaxsdek chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun barcha hujjatlardagi FH tug'ilgan sana, JSHR, pasport yoki ID karta raqami mos bo'lishi kerak. Endi eng muhim qismiga o'taman. Pensioner bugun nima qilishi kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pensiya tushadigan hisob raqam faolmi? Shularni tekshiring. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kungacha kutmang. Bank oldindan boring. Yangi karta oling. Pensiya tushadigan hisob raqam o'zgarsa, bu haqda tegishli tartibda xabar bering. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini tushunib oling. Menga qancha chiqdi, nega shuncha chiqdi degan savolga javob bo'lish kerak. Pensiya tayinlanganda ish staji necha yil hisobga olingan, qaysi ish haqi davri olingan, qanday ustamalar qo'shilgan, imtiyozli davrlar inobatga olinganmi? Bularni so'rashga haqlisiz. Agar javob og'zaki bo'lsa va siz tushunmasangiz, yozma tushuntirish so'rang. Rasmiy javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. Uchinchi qadam, mehnat stajiga oid hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat guvohnomasi, ta'lim davriga oid hujjatlar, bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Arxivdan ma'lumot olish vaqt olishi mumkin.
Shuning uchun pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, oldindan tayyorgarlik ko'rish foydali. 4-qadam, agar pensiya tushmasa, harakat tartibini biling. Avval bank ilovasi yoki SMS orqali tushum bo'lmagani tekshiring. Keyin bankka murojaat qilib, karta va hisob raqam holatini so'rang. Bank to'lov kelmagan desa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Murojaatda yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi, muammo sanasi va aniq talab yoziladi. Masalan, 2025 fevral oyi uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatni pensiya jamg'armasi bo'limiga topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Bu sizning murojaat qilganingizni isbotlaydi. Keyin kelmagansiz, aytmagansiz degan gaplarga o'rin qolmaydi. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Telefon orqali kelgan har qanday pensiyangiz oshdi, kodni ayting, kompensatsiya chiqdi, kartangizni tasdiqlang. Ariza yuborish uchun to'lov qiling degan gaplarga ishonmang. Rasmiy tashkilotlar SMS kod so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki hududiy bo'limga boring. Farzandlar esa ota-onasiga bank kartasi bo'yicha oddiy xavfsizlik qoidalarini yozib berib qo'ysin. Kod aytilmaydi, karta rasmiy yuborilmaydi, begona havolaga bosilmaydi. 7-qadam, qarindoshlar yordam berish kerak. Lekin nazoratni to'g'ri qilish kerak. Ba'zi pensionerlar telefon ilovasini ishlata olmaydi. Bankomatdan pul yechishda qiynaladi. Farzand yoki nabira yordam berishi tabiiy. Lekin pensionerning puli uning roziligisiz ishlatilmasligi. Karta doimiy ravishda boshqa odam qo'lida qolmasligi kerak. Oilada ham ochiq hisob-kitob bo'lsin. Chunki pensiya keksaning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga, kommunal to'lovlarga kerak. Agar siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, avvalo shaxsni tasdiqlovchi hujjatni oling. Bu pasport yoki ID karta bo'lishi mumkin. Keyin pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid avvalgi hujjatlar bo'lsa, ularni ham olib boring. Bank kartasi ma'lumotlari, hisob raqam bo'yicha ma'lumot, telefon raqam, yashash manzili, agar masala stajga tegishli bo'lsa, mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlari kerak bo'ladi. Agar siz boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma masalasini oldindan aniqlang. Oddiy qarindosh bo'lish hamma ishni bajarish huquqini bermaydi. Ayrim ma'lumotlar shaxsiy hisoblanadi. Shuning uchun vakolat talab qilinadi. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, hududiy bo'limdan murojaat tartibini so'rang. Ayrim holatlarda masalani rasmiy ariza va vakil orqali hal qilish mumkin. Ariza yozayotganda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Meni qiynashyapti deb umumiy yozishdan ko'ra, falon oy uchun pensiya to'lovi kelmadi. Ish stajimdan falon yillar hisobga olinmagan. Bank kartam yangilandi. To'lovni yangi hisob raqamga o'tkazishni so'rayman. Pensiya miqdori bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish samaraliroq. Har bir hujjatning nusxasini ilova qiling, aslini esa o'zingizda saqlang. Birinchi xato, pensioner muammo bo'lsa ham kutib yuradi. Balki o'zi to'g'rilanar deb 1 oy, 2 oy o'tkazadi. Pul tushmasa yoki miqdorda katta farq bo'lsa, darhol aniqlashtirish kerak. Ikkinchi xato. Hujjatlar uyda tartibsiz turadi. Mehnat daftarchasi yo'qolgan, arxiv ma'lumotnomasi topilmaydi. Pasport nusxalari eskirgan. Pensiya masalasida har bir qog'oz pulga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun alohida papka qiling. Shaxsiy hujjatlar, mehnat staji hujjatlari, bank ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, murojaatlar va javoblar alohida saqlansin. 3-xato, odamlar ijtimoiy tarmoqlardagi tekshirilmagan xabarlarga ishonadi. Hamma pensionerlarga qo'shimcha 1 million so'm berilar ekan. Bugun arza bermagan odam puli yo'qolar ekan. Kod yuborsangiz kompensatsiya tushar ekan. Kabi xabarlar ko'pincha yolg'on bo'ladi. Rasmiy xabarni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Men har doim aytaman, pensiya haqida xabar juda shirin eshitilsa, avval uning manbasini tekshiring. 4-xato, bank va pensiya jamg'armasi vazifasini aralashtirib yuborish. Pensiya jamg'armasi pensiyani tayinlaydi, hisoblaydi va to'lov topshirig'ini shakllantiradi. Bank esa pulni karta yoki hisob raqamga o'tkazadi, kartani yuritadi, texnik xizmat ko'rsatadi. Pul kelmasa, muammo qaysi tomonda ekanini aniqlash kerak.
Ba'zida pensiya jamg'armasi to'lovini yuborgan bo'ladi, bank kartasi esa bloklangan bo'ladi. Ba'zida bank tayyor, lekin pensiya jamg'armasida hujjat bo'yicha aniqlashtirish ketayotgan bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi tezkor xabarning mohiyati shuki, pensiya masalasida beparvo bo'lish mumkin emas. Bank kartasi muddati, pasport ma'lumoti, yashash manzili, ish staji, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma va rasmiy murojaatlar har biri pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Kimning hujjatlari joyida, kartasi ishlayapti, ma'lumotlari to'g'ri va pensiyasi vaqtida tushyapti. U odam ortiqcha xavotir olmasin. Lekin muammo sezilsa kutib o'tirmasdan aniq harakat qilish kerak. Men sizga ekspert sifatida eng asosiy maslahatni beraman. Pensiyangizni faqat har oy keladigan pul deb emas, o'zingizning qonuniy huquqingiz deb ko'ring. Huquq esa hujjat, tartib va o'z vaqtida murojaat bilan himoya qilinadi. Bugun uyga borgach yoki hozirning o'zida ota-onangizning bank kartasi muddati, pasporti, pensiya hujjatlari va SMS xabarnomasini tekshirib qo'ying. Bitta kichik tekshiruv keyinchalik katta muammoning oldini olishi mumkin. Agar sizda pensiya kechikishi, miqdor kam chiqishi, staj hisoblanmagani yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatish, ish stajini isbotlash va pensiya jamg'armasiga to'g'ri ariza yozish tartibini yanada batafsil tushuntirib beraman.